Assalomu alaykum qizlarjonlar, hammaga xayrli kun. Mana yana bitta mijozimizning mahsulotlari yetib keldi. Xo'p, har doim hammaga aytaman, yuzda natija ko'rishni xohlaganlar uchun albatta yuzga nabor qilib ishlatish kerak. Nima sababdan? Kimdirlar faqat bitta krem oladi yoki serum oladi deb natija ko'rmayapman deydi. Albatta bitta narsani foydalangandan keyin natija ko'rish juda ham qiyin. Shuning uchun bitta yuzga komplekt qilib hamma kerakli mahsulotlarni terib olinsa, ko'p natijaga erishadi. Hozir hammasini bitta-bittadan tushuntirib o'tib boraman. Xo'p, yuzimizdagi birinchi umuvvalkadan foydalanamiz. Mana bizda umuvvalkamiz bor. Yuzni chuqur tozalab, oqartirib beradi, hech qanaqa quritmaydi, har qanaqa yuzga tushadi. Undan keyin esa ikkinchi marta ishlatiladigani tonerimiz. Yuzni namlab beradi. Undan keyingi krem sivrotkalar uchun terini tayyorlab beradi. Birinchi etap umuvvalka, ikkinchi etap toner, uchinchi etap esa albatta serum. Mana mahsulotimiz upakovkada, shuning uchun yiltillab unaqa yaxshi ko'rinmayapti. C vitaminli serumni tavsiya qilganmiz. Nima uchun? Chunki mijozimizning yuzlari birozgina nima deydi, qorayishlar bor, yuzlari so'lg'in bo'lib qolgan. Sovuq havolarda albatta ta'sirini ko'rsatgan. Shuning uchun ularga C vitaminli serum tavsiya qilganmiz. Yuzlarini oqartirib, yoshartirib, ularga blesk beradi. Serumdan keyin albatta krem surish kerak. Mana ularga Snell kremni tavsiya qildik. Nimaga? Juda ham yuzga yaxshi yotib beradi, chuqur namlab beradi. Snell kremni ishlatganlar yaxshi bilishadi. O'zbekchasiga aytganda shilliq qurtli kremimiz. Albatta kremdan keyin oxirgisi mana CC tonalkali SPF kamiz. Ular endi ikkitadan olishyapti, bemalolroq ko'proq ishlatish uchun ikkitadan olib olishyapti. Azulin gel nima uchun kerak deganlarga, azulin gelni kuniga 2 mahaldan ishlatsa bo'ladi. Azulin gel qanaqa muammoli yuz bo'ladi? Qizarish, achish, suvdan yoki issiqdan kuyish bo'ladi. Har xil travmalarni bartaraf qilib, terini tinchlantirib, qizarishlarni tinchlantirib beradi. Bularning orasida bemalol azulin gelni ishlatib, bemalol yursalar bo'ladi. Ya'ni serumdan keyin azulin gelni surib, undan keyin kremni surib olsa va oxirgi etap CC krem, ya'ni SPF kani surib yursalar bo'ladi. Imkon qadar hamma mahsulotlarni mana tushuntirib berdim. Xudo xolasa mijozimiz har kuni shu mahsulotlardan foydalanib borsa, to'g'ri foydalanib borsa, albatta natijaga erishadilar. Hurmatli qizlarjonlar, ayollar, kimlarga shunaqa mahsulotlar qiziq bo'lsa, murojaat qilaverasizlar.